ekok va ekokni hali ham shu usuldan foydalanib ko'p vaqt sarflayapsizmi? Men sizga tez va oson ishlash yo'lini o'rgataman. Keling, 142 misollar uchun ko'rib chiqamiz. Misol uchun biz buni ikkalasining bo'linadigan sondan boshlab bo'lamiz. Birinchi 2 ga bo'ladigan bo'lsa 70, bunisi 105. Ikkalasi ham bo'linadigan son 5 edi. 70 ni 5 ga bo'ladigan bo'lsak 14, 105 ni 5 ga bo'ladigan bo'lsak 21. Ikkalasi ham bo'linadigan keyingisi 7 bizda. 14 ni 7 ga bo'ladigan 10 bo'ladigan bo'lsak 2, 27 ga bo'ladigan bo'lsak 3. Shu joyda to'xtatamiz. Ya'ni 2 bilan 3 ga umumiy bo'luvchi yo'q. Endi biz mana bu yerdan chiziq o'tkazamiz. Mana bu yerda hosil bo'lgan sonlar ko'paytmasi bizda ekokni. Mana bu yerdagi jami sonlar ko'paytmasi esa ekokni beradi. Ya'ni bizda ekokimiz hosil bo'lyapti. 2, 5, 7 bu 70. Ekokimiz 70 da mana bu ikkita sonni ko'paytirib qo'ysak hosil bo'ladi. Ya'ni 70 ko'paygan 2 ko'paygan 3 420. Bu. Yana shunday qiziqarli ma'lumotlar uchun bizga sahifamizga obuna bo'ling.